Naval Ravikant aytadi: har qanday insonning ikkita hayoti bor va ikkinchisi inson o'zida birgina hayot borligini anglaganda boshlanadi. Ya'ni nima demoqchi? Sizni ikkita qismli hayotingiz bor. Birinchi qism bu doimiy yashab yurgan hayotingiz. Ya'ni u yerda siz yashaysiz, oilangiz uchun, do'stlaringiz uchun, atrofingizdagilar uchun, yaqinlar uchun. Ikkinchi hayot qachon boshlanadi? Qachonki siz hayotingiz yagona ekanligini, boshqa imkoniyat yo'qligini, vafot etganingizdan keyin qayta tirilmasligingizni anglaganingizda va aynan o'sha yerda siz o'zgarasiz. O'zingiz uchun yashashni boshlaysiz. Ya'ni bundan keyingi hayotingizni boshqalar uchun emas, boshqalarning fikrlari bilan emas, boshqalarni qarashlari bilan emas, o'zingizni fikrlaringiz bilan, o'zingizni qarashlaringiz bilan, o'zingizni hayotingiz bilan yashashni xohlaysiz va aynan ana shu sizni ikkinchi va balki haqiqiy hayotingiz bo'ladi. Lekin ko'pchilik ham bungacha yetib borolmaydi. Ko'pchilik buni anglay olmaydi. Ko'pchilik anglasa ham ikkinchi hayotiga o'tib keta olmaydi. Nimaga? Chunki bizga yoshligimizdan qo'yilgan juda ham katta to'siqlar, baryerlar bor va biz o'shani oshib o'ta olmaymiz. Men ismim Komiljon, 28 yoshdaman, yaqinda 29 ga to'laman va aynan mana shu paytda men ikkinchi hayotimga o'tdim desam bo'ladi. Ya'ni hayotim yagona ekanligini tushundim. Menda bu kunlarni yashash uchun boshqa imkoniyat bo'lmaydi va men buni anglab yetishimga 28 yil ketdi. Ana shu 30 yilga yaqin bo'lgan vaqt davomida men asosan boshqalar uchun, atrofimdagilar uchun, do'stlarim uchun, umuman insonlar uchun harakat qildim va buni doim to'g'ri deb baholadim. Va bu yerda bilmagan narsam sekin-sekin o'zimni qurbon qilayotganligim edi. Ya'ni o'zimni qarashlarim, o'zimni fikrlarim, o'zimni istaklarim sekin-sekin boshqa uchun qurbon bo'lib bordi va men buni normal qabul qila boshladim. Ya'ni atrofimdagi insonlar uchun qurbon qilayotgan narsalarimni bo'ldi shunday bo'lishi kerak degan fikrga borib qoldim va kecha bo'lib o'tgan voqealardan keyin tushunib yetdimki, yo'q, bunday bo'lishi kerak emas. Yo'q, meni ham bitta hayotim bor. Yo'q, inson hamma uchun yasha olmaydi. Inson o'z oilasi uchun, o'zini yaqinlari uchun mayli, lekin butun dunyo uchun o'zini qurbon qila olmaydi. Siz o'zingiz uchun nimadir qilmoqchi bo'lgan paytingizda boshqalar nima derkin deb o'ylayapsizmi? Demak, siz o'zingiz uchun qaror qabul qilmayapsiz. Men hozir bu aytayotgan gaplarimni qanaqadir ssenariy bilan, qanaqadir yozib olib gapirayotganim yo'q. Bularning hammasi ichimdan ayni paytda otilib chiqyapti va aynan shu holatda joylanadi. Bu fikrlar qayerdan paydo bo'ldi menga va qanday sezib qoldim o'zimni qurbon qilayotganligimni? Atrofimdagilar pulim borligida yoki ularga nafim tegayotganda menga qanaqa muomala qilyapti-yu, boshqa paytda qanaqa muomala qilayotgan edi, ana shundan farqlab oldim. Va bu juda ham alamli. Ya'ni atrofingizdagi insonlar o'z manfaati uchun faqatgina o'zini o'ylab sizdan foydalanayotganligini his qilish juda ham alamli. Va aynan ana shu alam bilan men juda uzoq o'yladim, kechadan beri nima qilish kerak va aynan ana shu iqtibos, Ravikantning iqtibosi eng kerakli pallada qarshimdan chiqdi va eng kerakli pallada taq joyiga urdi deyish mumkin. Va men ikkinchi hayotimga, asl hayotimga o'tishga qaror qildim. Buning uchun endi nima qilaman? Buning uchun sekin-sekin atrofimni tozalashni boshlayman. Bu qat'iy qaror. Endi shunchaki o'ylab ko'rdim, qanaqasiga birdaniga o'zgarib qolishi mumkin, qanaqasiga shu paytgacha hammaga yaxshi muomala qilgan bo'lsam, qanaqasiga birdaniga o'zgarib qolishi mumkin, qanaqasiga doimiy yordam berib yurgan insonlarimga endi yordam bermasligim mumkin deb o'ylab qoldim va kecha berilgan bitta savol ko'zimni moshday ochib qo'ydi. Siz judayam ko'pchilikka yordam berdingiz va ko'pchilik siz orqali nimagadir erishdi. Sizchi? O'zimchi? Tak, men orqali ko'pchilik ko'p narsaga erishdi, bilaman. O'zimchi? Men nimaga erishdim? Men nimaga yaqinda ota bo'lish arafasida ijara uyda yashayapman hali ham? Men nimaga haligacha piyoda yuribman yoki taksida yuribman yoki avtobusda? Xullas, shaxsiy mashinam yo'q haligacha. Va men 29 yoshdaman. 29 ga kiraman bir oydan keyin. 29 yoshgacha kimlar nimaga erishgan? To'g'ri, insonlarni inson bilan solishtirish har doim xato degan fikrdaman. Chunki, misol uchun kimdir 21 yoshga erishganicha kimdir 30 yoshga erishishi bu 100% normal holat. Lekin o'sha 30 yoshga erishayotgan odam qanaqadir qiyinchiliklardan o'tib borib o'shanga erishadi. Menda ham imkoniyat bo'lib turib erishmayapmanmi? Demak, gap menda.
va men buni endi to'g'rilashim kerak degan fikr kechadan beri miyamda aylanyapti va shuni o'ylab yuribman. Mana shunaqa gaplar. Endi nima qilmoqchiman? Va bugundan boshlab har kuni mana shunday qisqa YouTube video olib joylab borishga harakat qilaman. Bugun mani hayotimni, yangi hayotimni, Navalni ta'bir bilan aytganimizda ikkinchi hayotimni birinchi kuni va men bundan xursandman. Men bunga qadam qo'ya olganimdan xursandman. Va aynan mana shu lahzadan boshlab hozir ana shu video startini bosib, mana shu kresloga o'tirganimdan boshlab o'zimni qaytadan tug'ilgandek deyishim mumkin va endi hayotimni maksimal darajada o'zgartiraman. Bu shu paytgacha men necha marta o'zgartirishga harakat qilgan bo'lsam, qanaqadir sabablar bilan to'xtaganman va o'sha narsa, ya'ni odamlik nimadir kimgadir bo'lgan munosabatlar, kimgadir yaqin olish o'zimga va boshqa ularga yordam berish harakatlari bilan nimadirlar buzilib ketgan hayotimda. Ya'ni boshqalarning rejalari sababli men doimiy ravishda o'zimning rejalarimni buzib kelganimni tushunib qoldim. Boshqalarga moslashish orqali. Va men bunga majbur emasdim. Men hech qanaqasiga bunga majbur emasdim, lekin baribir kimlargadir moslashishga majbur bo'ldim shu paytgacha. Va endi hammasini o'zgartirish payti keldi deb o'ylayman. Va o'zgartiraman xudo xolasa. Aynan mana shu kabi video orqali siz ham buni bilib borishingizni xohlayman va siz ham o'zingizni asl hayotingizni boshlashingizni xohlayman. Nimaga? Chunki jamiyatda negativ ko'pligi yoki judayam ko'pchilik misol oddiy video kommentariyasiga heytlar bo'lib yotgan bo'ladi, negativ o'tgan bo'ladi. Odamlar baxtsiz, shunday chiqing yuziga qarang, hamma odamlar baxtsiz. Nimaga? Hech kim o'zi uchun yashamayapti. Ana shuni anglab yetishimiz kerak. Siz o'zingiz uchun yashamas ekansiz, siz baxtli inson emassiz, siz baxtli inson bo'la olmaysiz to hayotingiz asl ma'nosini anglab yetib, yashashni boshlamaguningizcha. Shunday ekan, bu videoni siz ham ko'rib borishingizni xohlayman va o'zingizni hayotingizni o'zgartirishingizni xohlayman. Va bu rivojlanish bevosita inson sifatida rivojlanish, shaxs sifatida rivojlanish, musulmon sifatida rivojlanish umumiy birga olib borish kerak deb o'ylayman va bu bevosita mutolaa orqali, qiladigan shaxsiy ishlaringiz orqali, o'z uchun qiladigan investitsiyangiz orqali amalga oshadi. O'zingiz topayotgan daromadingiz, misol uchun siz ko'p pul topyapsiz degan uni atrofdagilarga tarqatishingiz kerak degani emas, uni o'zingizga investitsiya qilish imkoniyatingiz bor va bu orqali Alloh sizga ko'proq beradi. Ya'ni men sochish deganda sadaqa qilish, ehson qilish yoki muhtojlarga berishni nazarda tutmayapman. Shunchaki atrofdagilarga, shunchaki odamlarga, shunchaki yoningizda, ya'ni shunchaki o'sha momentda atrofda bo'lib qolgan insonga siz berib yuborishga majbur emassiz. Yo'q deyishni o'rganadigan vaqt keldi. Yo'q, men insonman, meni rejalarim bor deyishni o'rganadigan vaqt keldi va ana shunday yashamas ekansiz, shaxsiy avtoritet sifatida shakllana olmaysiz. Ya'ni o'zingizni qadriyatlaringiz bo'lmasa, o'zingizni qadriyatlaringizni o'zingiz hurmat qilmasangiz, sizni hech kim hurmat qilmaydi. Qachonki siz, misol uchun, vaqtim yo'q, men mana shu paytda bo'shman deya olsangizgina boshqa insonlar o'sha vaqtingizni qadrlashni boshlaydi. Ya'ni masalan, meni siz bilan 24 soatda istalgan bir vaqtda gaplashish imkoniyatim bo'lsa, men sizni qadrlamayman. 24 soatda istalgan bir vaqtda telefon qilish imkonim bo'lsa, men sizni qadrlamayman. Nimaga? Chunki xohlamayapman topib olaman buni degan fikr bo'ladi. Lekin men bilsam, bir kun ichida siz bilan faqatgina 1 soat gaplasha olishim mumkin. Men o'sha soatni kutaman. Va bu sizning qiymatingiz bo'ladi va bu sizning qadringiz bo'ladi. Shuning uchun aynan o'zim uchun yangi hayotni shu tarzda o'z prioritetlarim bilan, o'z qadriyatlarim bilan, o'zimning xohishim bilan qurishni xohlayman. Va shuni harakatida boshladim. Xudo xolasa bugun birinchi kun. Qancha davom etadi bilmayman. Har kuni video olamanmi bilmayman. Lekin o'zgarish harakati boshladim. Masalan, deylik hozir aytgan gapim birinchi gapimga qarshi chiqqan bo'lishi mumkin. Misol uchun qadriyat qo'yyapman o'zim uchun har doim video olaman deb, yana bilmayman deyapman. Insonmiz, bandamiz, nimadir bo'lishi mumkin, to'xtab qolishi mumkin. Bilmayman. Lekin bilgan bitta narsam, o'sha men yarim soat oldingi inson emasman. Menda nimadirlar o'zgardi. Va men bundan xursandman. Va yana bitta narsa, bu videoni olaman va YouTube'ga joylayman
va odamlarni fikri bilan shunchaki qiziqmayman. Ya'ni qanaqa qiziqmayman degan bu masalan sizni qanaqadir foydali fikringiz, maslahat, tavsiyangiz men uchun muhim. Lekin nima qilyapsan? Kimsan? Kimga qiziq degan gaplarga shunchaki e'tibor bermaymiz, asabni buzmaymiz. Kerak emas. Chunki ana shu kabi izohlarni yozadigan insonlar aynan o'zini hayotini, o'zini maqsadini, o'zini yashashdan nima deymiz, qadriyatlarini anglab yetmagan insonlar bo'ladi. Chunki maqsadi bor inson hurmat qiladi. Maqsadi bor insonga yordam berishni xohlaydi. Hech narsaga erishmaganlar esa boshqalar ham hech narsaga erishmasligini xohlaydi. Men shunaqaman, u ham shunaqa bo'lsin. Odamlar, deymizki, odamlar nima deydi, odamlar gapi, odamlar qaraydi, odamlar. Nimaga o'sha odamlar hech narsaga erishmagan? Ular shunchaki siz ulardan o'tib ketishingizni xohlashmaydi xolos. Masalan, yaqinda shunaqa holat bo'ldi. She'rlarimizdan birini o'quvchisi IELTS 6 oldi. IELTS 6 bu zo'r. Va biz uni kanalga tashladik natija sifatida va kimdir kulgan izoh qoldiryapti. Kulgi. Nimaga? Hech qachon IELTS o'qib ko'rgan, ingliz o'qib ko'rgan inson 6 balga unaqa qilmaydi. Uni kulayotganlar o'zi ham hech narsaga erisha olmaganlar. U точно biladi, o'zi hech qachon 8 ola olmaydi. U точно biladi, o'zi hech qachon ingliz tilini o'rgana olmaydi va xursand kimdir 8 ola olmaganidan. Ana shunaqa inson bo'lmaslikka harakat qilishni tavsiya qilaman va agar mabodo siz shunaqa inson bo'ladigan bo'lsangiz, o'zgarish vaqti keldi. Shunchaki hayotingizni o'zgartirishingiz kerak. Shunchaki hammaga boshqalar bilan o'tkazilgan vaqtingizni shunchaki o'z uchun sarflashingiz mumkin. Ana shuni bilishingizni, hisobga olishingizni xohlagan bo'lar edim. Va tanishgandan xursandman. Men ismim Komiljon. Yoshim 28 da, bir oydan keyin 19 ga to'laman. Va bugun yangi hayotimni, asl hayotimni birinchi kuni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi yilda ko'rishaylik.